Yurtdoshlar, O'zbekiston xalqi, Man uchun, bilganini qilsin nima Sitora uchun, man uchun, Sitora uchun adolat. kerak emas menga og'zidan Sanlar ham ayolsan-ku sanlar. Bugun Koreya ko'chalarida oddiy bir voqea emas, bu adolat talab qilinayotgan yuraklar nidosi. Koreyada vafot etgan o'zbek qizining o'limiga befarq qoldirmadi. Yurtdoshlarimiz birlashdi, ko'chalarga chiqdi va haqiqat talab qilmoqda. Adolat bo'lsin, haqiqat bo'lsin degan ovozlar butun atrofni titratmoqda. Bu shunchaki miting emas, bu bir millatning or-nomusi, bir insonning qadri uchun kurash. Har bir bannerda dard bor, har bir ko'zda alam, har bir ovozda umid. Ular bir savol bermoqda: nega bu ish ochiq-oydin tekshirilmayapti, nega haqiqat yashirilyapti? Bu faqat bir qizning taqdiri emas, bu barchamizning ertangimiz. Agar bugun jim tursak, ertaga yana shunday voqealar takrorlanmaydi deb kim kafolat beradi? Shuning uchun yurtdoshlarimiz jim emas, ularning haqiqat uchun, adolat uchun, inson qadri uchun turibdi. Bu sizni befarq bo'lmaylik, chunki adolat faqat talab qilinganda keladi. Do'stlarim, siz ham ushbu videoni like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Nozimani o'limi haqida gap ketyapti do'stlarim. Shuning uchun do'stlar, hamma bittadan like va albatta obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring.